Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilarim. Bugungi videoni zudlik bilan boshlaymiz. Chunki sizga mutlaqo hayotiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni yetkazishim kerak. Bu mavzu har birimizga tegishli bo'lib, ayniqsa keksa avlod vakillari va ularning yaqinlari uchun juda muhimdir. Sizning nafaqa guvohnomangiz siz o'ylaganingizdan ko'ra ancha ko'proq imkoniyatlarga ega ekanligini bilarmidingiz? Bu hujjat shunchaki pensiya olishingizni tasdiqlovchi qog'oz emas, balki jamiyatimizda mavjud bo'lgan, ammo ko'pchilik bilmagan, o'ziga xos imtiyozlar va yordam turlarini ochuvchi kalit vazifasini o'taydi. Afsuski, bu imkoniyatlar haqida sizga hamma joyda ham aytib berishmaydi. Bugun men sizga ana shunday 9 ta yashirin imkoniyat haqida batafsil ma'lumot beraman. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring va shu ondayoq kanalimizga obuna bo'lishni hamda videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizning hamda boshqa insonlarning hayotini osonlashtirishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avvallari nafaqa guvohnomasi asosan pensiya mablag'larini olishda shaxsni tasdiqlovchi va pensiya huquqini tasdiqlovchi hujjat sifatida qabul qilinardi. U bankda, pochta bo'limida yoki boshqa moliyaviy muassasalarda shaxsni aniqlash va pensiya summasini olish uchun zarur edi. Ko'pchilik uchun uning funksiyasi shundan iborat edi xolos. Biroq so'nggi yillarda ayniqsa ijtimoiy himoya tizimining rivojlanishi va davlatning aholiga, xususan keksa yoshlarga e'tibori kuchayishi natijasida bu hujjatning ahamiyati sezilarli darajada oshdi. U endi shunchaki pul olish uchun emas, balki turli xil ijtimoiy xizmatlar, imtiyozlar va qo'llab-quvvatlash choralaridan foydalanish uchun ham muhim vositaga aylandi. Muammo shundaki, bu imtiyozlar va yordam turlari haqidagi ma'lumotlar markazlashgan holda bir joyda to'planmagan va keng jamoatchilikka yetkazilmayapti. Har bir tashkilot o'z faoliyat doirasidagi imtiyozlarni o'z hududida yoki o'z usullarida e'lon qiladi. Lekin pensionerlar uchun barcha imkoniyatlar haqida umumiy tasavvur berilmaydi. Ba'zi idoralar esa bu haqda umuman ma'lumot bermasligi ham mumkin. Chunki ularning fikricha, fuqarolar bu haqda o'zlari bilishlari kerak. Natijada ko'plab pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan haqli imtiyozlardan bexabar qolib, ulardan foydalana olmayaptilar. Bu nafaqat ularning moddiy ahvoliga, balki ma'naviy holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ko'pchilik nafaqa guvohnomasi bilan faqat pul olib, chetga surib qo'yadi va undan boshqa maqsadlarda foydalanish mumkinligini hatto xayoliga ham keltirmaydi. Men bugun aynan shu jim turilgan imkoniyatlarni ochib berishni maqsad qilganman. 9 ta yashirin imkoniyat. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz va nafaqa guvohnomangiz orqali erishishingiz mumkin bo'lgan 9 ta yashirin imkoniyatni birma-bir ko'rib chiqamiz. Har birini batafsil tushuntiraman, kimga tegishli ekanligini aytaman, qanday foydalanish mumkinligini ko'rsataman va real hayotiy misollar keltiraman. 1. Jamoat transportida chegirmalar va bepul yurish huquqi. Bu imkoniyat ko'pchilikka tanishdek tuyulishi mumkin, ammo undan to'liq foydalana olmaydiganlar ham ko'p. Toshkent metropoliteni va avtobus qatnovlarida pensionerlar uchun chegirmalar mavjud. Hatto ayrim toifadagi pensionerlar uchun bepul yurish imkoniyatlari ham ko'zda tutilgan. Bu nafaqat shahar transportida, balki ba'zi viloyatlararo avtobus qatnovlarida ham mavjud bo'lishi mumkin. Ammo bu haqda odatda yo'lovchilarga alohida e'lon qilinmaydi. Kimga tegishli? Umumiy qoidaga ko'ra barcha pensionerlarga. Biroq Ulug' Vatan urushi qatnashchilari, mehnat faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar, nogironligi bor shaxslar va ba'zi boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi pensionerlar uchun mutlaqo bepul yurish imkoniyatlari ham mavjud. Oddiy pensionerlar uchun esa odatda 50% gacha chegirmalar beriladi. Qanday foydalanish kerak? Jamoat transportdan foydalanganda, avtobus, metro, nafaqa guvohnomangizni yo'l haqini to'lashda yoki nazoratchi talab qilganda ko'rsatishingiz kifoya. Ba'zi joylarda transport kartalariga pensioner imtiyozi yuklanadi. Buning uchun karta bilan birga guvohnoma taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Viloyatlararo qatnovlarda esa chipta kassalarda guvohnomani ko'rsatib, chegirmali chipta olishingiz mumkin. Ba'zi haydovchilar yoki kassirlar bu haqda ma'lumot bermasligi mumkin. Shuning uchun o'zingiz so'rashdan tortinmang. Nima uchun yashirin? Bu haqda barcha transport vositalarida yoki bekatlarda doimiy ravishda ma'lumot berilmaydi. Ko'pchilik pensionerlar buni o'zlari bilib so'rashlari kerak bo'ladi. Munosabatlar doirasida bilgan foydalanadi, bilmagan indamaydi degan tushuncha hukm suradi. Misol, Farg'ona shahrida yashovchi 70 yoshli Oysha momo har kuni bozorga va poliklinikaga avtobusda borib keladi. Agar u har bir safar uchun
1500 so'm to'lasa, bir oyda taxminan 25 kun jamoat transportidan foydalansa, oylik xarajati 75,000 so'mni tashkil qiladi. Nafaqa guvohnomasi orqali 50% chegirma bilan u oyiga 37,500 so'm tejaydi. Bu bir yilda 450,000 so'm degani. Bu mablag' momoning oila byudjeti uchun ancha foydali bo'ladi. 2. Dorixonalarda dorilarga chegirmalar. Kasallik va keksalik ajralmas tushunchalar bo'lib qolgan bir davrda dorilarga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Davlat tomonidan ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarga chegirmalar yoki bepul berish tartiblari belgilangan. Ko'plab xususiy dorixonalar ham pensionerlar uchun maxsus chegirmalar taklif qiladi. Lekin bu haqda odatda reklama qilinmaydi. Kimga tegishli? Barcha pensionerlarga, ayniqsa surunkali kasalliklarga chalingan, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa yoshdagilar uchun. Imtiyozli ro'yxatdagi dorilar davlat tomonidan belgilanadi. Qanday foydalanish kerak? Davlat dorixonalarida yoki ijtimoiy dorixonalarda nafaqa guvohnomasini ko'rsatib, imtiyozli ro'yxatdagi dori vositalarini chegirmali narxda olishingiz mumkin. Ayrim dorixonalar esa shaxsiy tashabbus bilan barcha pensionerlarga xarid summasidan 5 to 10% chegirma berishi mumkin. Bu haqda dorixonaga kirganda to'g'ridan-to'g'ri so'rashingiz lozim. Ba'zi hollarda shifokor tomonidan berilgan retsept ham talab qilinishi mumkin. Nima uchun yashirin? Bu imkoniyat haqida ko'pchilik dorixonalar faol reklama qilmaydi, chunki bu ularning daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, imtiyozli dorilar ro'yxati doimiy yangilanib turadi va ko'pchilik bu ro'yxatdan bexabar. Misol, Toshkentda yashovchi 65 yoshli bobo har oy qon bosimini tushiruvchi va yurak dorilariga taxminan 200,000 so'm sarflaydi. Agar u pensionerlarga 10% chegirma beradigan dorixonadan xarid qilsa, oyiga 20,000 so'm, yiliga esa 240,000 so'm tejashi mumkin. Bu mablag'ni boshqa zarur ehtiyojlarga yo'naltirish mumkin. 3. Kommunal xizmatlarga imtiyozlar. Suv, gaz, elektr energiyasi va isitish xarajatlari oila byudjetining muhim qismini tashkil etadi. Ba'zi toifadagi pensionerlar uchun bu xizmatlarga nisbatan davlat tomonidan subsidiyalar yoki chegirmalar ajratiladi. Bu asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan yoki yolg'iz yashayotgan pensionerlarga qaratilgan bo'ladi. Kimga tegishli? Urush qatnashchilari, Chernobil avariyasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari kabi imtiyozli toifadagi pensionerlar. Ba'zi hollarda esa mahalliy hokimiyat organlari qarori bilan kam ta'minlanganligi tasdiqlangan oddiy pensionerlarga ham vaqtinchalik yordam ko'rsatilishi mumkin. Qanday foydalanish kerak? Bu imtiyozlar odatda avtomatik tarzda berilmaydi. Buning uchun siz yashash joyingizdagi mahalla qo'mitasi orqali yoki ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilishingiz kerak. Nafaqa guvohnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, turar joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar va oilaning daromadlari haqidagi ma'lumotlarni taqdim etish lozim. Aplikatsiya jarayoni biroz murakkab bo'lishi mumkin, ammo natijasi arziydi. Nima uchun yashirin? Bu imtiyozlar haqida ma'lumotlar ko'pincha kam e'lon qilinadi va murakkab ariza berish jarayoni tufayli ko'pchilik bu imkoniyatdan foydalanishdan voz kechadi. Shuningdek, imtiyozlar doimiy bo'lmasdan ma'lum muddatga berilishi mumkin va ularni qayta rasmiylashtirish talab etiladi. Misol, Qarshida yashovchi yolg'iz 80 yoshli Zuhra momoning oylik kommunal to'lovlari, gaz, svet, suv 250,000 so'mni tashkil qiladi. Agar u imtiyozli toifaga kirib, kommunal xizmatlar uchun 50% subsidiya olsa, oyiga 125,000 so'm tejaydi. Bu bir yilda 1,500,000 so'm degani. Bu mablag' uning oziq-ovqat va boshqa ehtiyojlari uchun juda katta yordam bo'ladi. 4. Sanatoriy kurortlarga yo'llanmalar. Davlat ijtimoiy dasturlari doirasida pensionerlarga salomatligini tiklashlari uchun sanatoriy kurortlarga bepul yoki chegirmali yo'llanmalar beriladi. Bu ayniqsa uzoq yillar mehnat qilgan, sog'lig'i yomonlashgan keksa avlod vakillari uchun juda muhimdir. Kimga tegishli? Birinchi navbatda Ulug' Vatan urushi qatnashchilari va nogironlari, mehnat faxriylari, nogironligi bor shaxslar. Ba'zi hollarda kasaba uyushmalari orqali ishlaydigan pensionerlarga ham qisman to'lov evaziga yo'llanmalar beriladi. Oddiy pensionerlar ham navbat asosida va tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha bepul yo'llanmalar olishlari mumkin. Qanday foydalanish kerak? Yo'llanmalar olish uchun yashash joyingizdagi ijtimoiy himoya bo'limlariga yoki poliklinikaga murojaat qilishingiz kerak. Bu yerda sizga tibbiy ko'rikdan o'tish va ma'lum hujjatlarni, nafaqa guvohnomasi, tibbiy xulosa, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etish talab qilinadi.
Arizalar ko'rib chiqilib, navbat asosida yo'llanmalar ajratiladi. Ba'zida navbat uzoq bo'lishi mumkin, ammo intilishdan to'xtamang. Nima uchun yashirin? Yo'llanmalar soni cheklanganligi sababli bu haqda keng reklama qilinmaydi. Shuningdek, murojaat qilish jarayoni biroz murakkab va ko'p qog'ozbozlikni talab qiladi. Bu esa ko'plab pensionerlarni qo'rqitadi. Ko'pchilik yo'llanmalar mavjudligini bilmasa ham, qanday olishni bilmaydi. Misol, Namangan viloyatida yashovchi 72 yoshli Murod bobo ko'p yillar davomida nafaqaga chiqqandan beri dam olmagan edi. Uning bel og'rig'i tez-tez bezovta qilardi. Mahalla faollari orqali ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilib, bir necha oylik navbatdan so'ng u Chimyondagi sanatoriyga 14 kunlik bepul yo'llanma oldi. Bu uning sog'lig'ini sezilarli darajada yaxshiladi va ruhiy holatini ko'tardi. Oddiy holda bunday yo'llanma kamida 3 to 4 million so'm turadi. 5. Madaniy ko'ngilochar tadbirlarga bepul kirish yoki chegirmalar O'zbekistonda madaniyat va san'atga e'tibor yuqori. Ko'plab muzeylar, teatrlar, ko'rgazmalar va ba'zi kinoteatrlar pensionerlar uchun maxsus imtiyozlar, ya'ni bepul kirish yoki chegirmali narxda chipta sotib olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu ularning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishiga yordam beradi. Kimga tegishli? Odatda barcha pensionerlarga. Ba'zi joylarda 70 yoshdan oshganlarga yoki aniq bir toifadagi faxriylarga mutlaqo bepul bo'lishi mumkin. Qanday foydalanish kerak? Muzeylar, teatrlar yoki ko'rgazmalarga kirishda kassa xodimiga nafaqa guvohnomangizni ko'rsatishingiz kifoya. Ba'zi muassasalar bu imtiyozni o'zlari taklif qilmasa ham, so'ralganida taqdim etishi mumkin. Shu sababli har doim so'rashdan tortinmang. Nima uchun yashirin? Bu imtiyozlar haqida yirik bannerlar yoki reklama e'lonlari kamdan kam ko'rinadi. Ko'pchilik muassasalar buni shunchaki o'z-o'zidan ma'lum deb hisoblaydi. Ammo aslida ko'plab pensionerlar bundan bexabar. Misol, Samarqandda yashovchi So'sti Akti yoshli Xolida opa musiqa va san'atni juda yaxshi ko'radi. U Afrosiyob muzeyiga kirish uchun 20,000 so'm to'lash kerak edi. Lekin nafaqa guvohnomasini ko'rsatib bepul kirdi. Shuningdek, teatrga borishda ham chiptani 50% chegirma bilan sotib oldi. Bu unga madaniy hayotdan zavqlanish imkonini berdi va byudjetiga ortiqcha yuk tushirmadi. 6. Soliq imtiyozlari. Nafaqa guvohnomasi egalari uchun davlat ayrim soliq turlari bo'yicha imtiyozlar belgilagan. Ular asosan mulk solig'i va yer solig'iga tegishli bo'lib, ular yoshga va mulk turiga qarab farqlanishi mumkin. Bu pensionerlarning moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Kimga tegishli? Mulk, uy-joy, yer uchastkasi, egasi bo'lgan barcha pensionerlarga. Imtiyozning miqdori va shartlari Soliq kodeksida aniq belgilangan. Masalan, ba'zi hududlarda kichik yer uchastkalari yoki bitta uy-joy uchun mulk solig'idan ozod qilinishi mumkin. Qanday foydalanish kerak? Bu imtiyozlar avtomatik tarzda berilmaydi. Buning uchun siz yashash joyingizdagi davlat soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz kerak. Nafaqa guvohnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar bilan ariza yoziladi. Soliq inspektori sizning arizangizni ko'rib chiqib, belgilangan tartibda imtiyozni qo'llaydi. Ba'zi hollarda, agar siz imtiyozdan foydalanmagan bo'lsangiz, oldingi yillar uchun to'langan ortiqcha soliqni ham qaytarib olishingiz mumkin. Nima uchun yashirin? Soliq imtiyozlari haqida ma'lumotlar Soliq kodeksida va rasmiy veb-saytlarda mavjud bo'lsa-da, ular oddiy fuqarolar uchun tushunarli tilda keng targ'ib qilinmaydi. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham soliq to'lashda davom etadi. Chunki bu imtiyoz haqida bilmaydi. Soliq idoralari odatda bu haqda alohida xabar bermaydi. Misol, Andijonda yashovchi 75 yoshli Rahimjon bobo o'ziga tegishli uy va kichik yer uchastkasi uchun har yili 300,000 so'm mulk va yer solig'ini to'lab kelardi. Soliq inspeksiyasiga nafaqa guvohnomasi bilan murojaat qilib, u endi bu soliqlardan to'liq ozod bo'ldi. Bu uning oila byudjetiga yiliga 300,000 so'm qo'shimcha yordam bo'ldi. Shuningdek, u oldingi 3 yil uchun to'langan ortiqcha soliqni ham qaytarib oldi. 7. Bepul yoki imtiyozli yuridik yordam. Huquqiy masalalar ayniqsa keksa yoshdagilar uchun murakkab bo'lishi mumkin. Davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan pensionerlarga bepul yoki chegirmali yuridik maslahatlar, hujjatlarni tayyorlashda yordam berish va hatto sudlarda himoya qilish imkoniyatlari mavjud. Kimga tegishli? Kam ta'minlangan pensionerlar, yolg'iz pensionerlar, nogironligi bor shaxslar va qonuniy huquqlari buzilgan deb hisoblagan barcha pensionerlar. Ko'pincha bu yordam ijtimoiy, uy-joy yoki pensiya masalalari bo'yicha beriladi. Qanday foydalanish kerak? Hududiy adliya bo'limlari qoshdagi
yuridik maslahat markazlariga, yuristlar uyushmalariga yoki ijtimoiy tashkilotlarga nafaqa guvohnomasi bilan murojaat qilishingiz kerak. Ba'zi nodavlat tashkilotlar ham bepul yuridik xizmatlar ko'rsatadi. Murojaat qilganingizda o'zingizning holatingizni batafsil tushuntirib, guvohnomangizni ko'rsating. Nima uchun yashirin? Bepul yuridik yordam markazlari soni cheklangan. Ularning joylashuvi va ishlash tartibi haqida ma'lumotlar keng tarqalmagan. Ko'pchilik pensionerlar huquqiy muammolarga duch kelganida darhol pullik yuristlarga murojaat qiladi. Chunki bepul yordam mavjudligini bilishmaydi. Misol, Buxoroda yashovchi 80 yoshli Gulnora opa uy-joy bilan bog'liq muammo yuzaga kelganida nima qilishni bilmay xavotirda edi. U adliya bo'limiga murojaat qildi va nafaqa guvohnomasini ko'rsatib, bepul yuridik maslahat oldi. Yurist unga kerakli hujjatlarni tayyorlashda yordam berdi va masalani qonuniy yo'l bilan hal qilish bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatdi. Bu unga minglab so'm pulini tejashga va muammoni hal qilishga yordam berdi. 8. Bank xizmatlarida maxsus shartlar. Banklar pensionerlarni o'ziga jalb qilish maqsadida ularga turli xil maxsus xizmatlar va imtiyozlar taklif qilishi mumkin. Bularga depozitlar bo'yicha yuqori foiz stavkalari, kreditlar uchun imtiyozli shartlar, hisob-kitob xizmatlari uchun kamaytirilgan komissiyalar yoki hatto bepul kartalar kabi takliflar kiradi. Kimga tegishli? Barcha pensionerlarga. Biroq imtiyozlar har bir bankning siyosatiga qarab farqlanishi mumkin. Ko'pincha pensiya kartasi o'sha bankdan olingan bo'lsa, maxsus takliflar yanada jozibador bo'ladi. Qanday foydalanish kerak? Pensiya oladigan bank filialingizga murojaat qiling va nafaqa guvohnomasini ko'rsatib, pensionerlar uchun qanday maxsus takliflar mavjudligini so'rang. Ba'zi banklar o'zlarining veb-saytlarida bu haqda ma'lumot joylashtirishi mumkin. Ammo eng aniq ma'lumotni bevosita xodimdan olish mumkin. Mikrokreditlar, omonatlar yoki bank xizmatlari bo'yicha shartnomalar tuzishdan oldin shartlarni diqqat bilan o'rganing. Nima uchun yashirin? Banklar ko'pincha bu imtiyozlarni faol reklama qilmaydi, chunki ular foydani kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, takliflar doimiy bo'lmasdan, ma'lum bir kompaniya doirasida amal qilishi mumkin. Mijozning o'zi bu haqda so'rash kerak. Misol, Navoiyda yashovchi Shustaxt 30 yoshli Xayrulla aka har oy pensiyasidan ma'lum bir qismini jamg'armaga qo'yishni xohlardi. U o'z bankiga borib, nafaqa guvohnomasini ko'rsatgach, pensionerlar uchun oddiy mijozlarga nisbatan 1% yuqori foiz stavkasi bilan depozit ochish imkoniyatini oldi. Bu uning jamg'armasiga yiliga bir necha 100 ming so'm qo'shimcha daromad keltirdi. Shuningdek, u uyini ta'mirlash uchun imtiyozli mikrokredit olish shartlarini ham o'rgandi. 9. Mahalla qo'mitasi orqali qo'shimcha yordam. Mahalla tizimi O'zbekistonda ijtimoiy himoyaning asosiy bo'g'inlaridan biridir. Mahalla qo'mitalari, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj, yolg'iz yashayotgan, kasarmand pensionerlarga mahalliy byudjet va xayriya mablag'lari hisobidan turli xil yordamlar ko'rsatadi. Ularga oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar, qish uchun yoqilg'i, uy-joyni mayda ta'mirlashda yordam va boshqalar kirishi mumkin. Kimga tegishli? Birinchi navbatda, temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan, kam ta'minlangan, yolg'iz yashayotgan, nogironligi bor, boquvchisini yo'qotgan va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi pensionerlarga. Mahalla qo'mitasi a'zolari ular bilan doimiy aloqada bo'lib, ehtiyojlarini o'rganadilar. Qanday foydalanish kerak? Bu yordamdan foydalanish uchun yashash joyingizdagi mahalla qo'mitasiga murojaat qilishingiz kerak. Nafaqa guvohnomasi va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bilan o'z ehtiyojlaringizni bayon etasiz. Mahalla faollari sizning holatingizni o'rganib chiqib, yordam berish bo'yicha qaror qabul qiladilar. Bu yordam odatda mavsumiy yoki bir martalik bo'lishi mumkin. Nima uchun yashirin? Mahalla tomonidan ko'rsatiladigan yordam turlari va ularning hajmiga oid ma'lumotlar har bir mahallada farq qiladi va markazlashgan tizimda e'lon qilinmaydi. Ko'plab pensionerlar o'z mahallasidan bunday yordam olish mumkinligini bilmaydi yoki uyalgandan murojaat qilishdan tortinadi. Misol, Jizzax viloyatida yashovchi yolg'iz 85 yoshli Saodat momo qishning boshlanishi bilan o'tin va ko'mir sotib olishga qiynalayotgan edi. Uning yashash joyidagi mahalla qo'mitasi raisi uning holatidan xabar topib, nafaqa guvohnomasini ko'rgach, mahalla fondidan unga bepul o'tin va ko'mir ajratilishiga yordam berdi. Bu momoni qish sovug'idan himoya qilish bilan birga uning oila byudjetiga katta yordam bo'ldi. Istisnolar, noaniq nuans va xatarlar. Bu imkoniyatlar qanchalik jozibador bo'lmasin, ulardan foydalanishda ba'zi muhim jihatlarni hisobga olish lozim. Bularni bilish
sizni ortiqcha ovoragarchilik va hafsalasi pir bo'lishdan saqlaydi. Hududiy farqlar. Yuqorida sanab o'tirgan imtiyozlarning aksariyati butun mamlakat bo'ylab amal qilsa-da, ularning qo'llanilish tartibi, hajmi va mavjudligi har bir viloyat, tuman yoki hatto mahallada farq qilishi mumkin. Misol uchun, bitta shaharda transportda 50% chegirma bo'lsa, boshqa joyda bepul yurish huquqi faqat ma'lum toifalar uchun bo'lishi mumkin. Bu mahalliy hokimiyat organlari va tashkilotlarning o'z byudjeti va ijtimoiy dasturlariga bog'liq. Shuning uchun, avval o'z yashash joyingizdagi vakolatli organdan aniq ma'lumot olish zarur. Cheklangan kvotalar, sanatoriy kurortlarga yo'llanmalar, ba'zi turdagi moddiy yordamlar yoki bepul yuridik xizmatlar kabi imtiyozlar cheklangan miqdorda ajratiladi. Bu degani, barcha murojaat qilganlar birdek bir zumda bu imkoniyatlardan foydalana olmasligi mumkin. Odatda navbat tizimi yoki tanlov asosida beriladi. Buning uchun sabrli bo'lish va o'z navbatingizni kutishga to'g'ri keladi. Muddati cheklangan arizalar. Ba'zi imtiyozlar, masalan, kommunal xizmatlarga subsidiyalar yoki soliq imtiyozlari ma'lum bir muddatga, masalan, 1 yilga beriladi va ularni har yili qayta rasmiylashtirish talab etiladi. Shuningdek, ba'zi yordam dasturlari mavsumiy bo'lishi mumkin. Masalan, qishki isitish uchun yordam. Bu muddatlarni o'tkazib yubormaslik uchun diqqatli bo'lish muhim. Daromadga asoslangan imtiyozlar. Ko'plab ijtimoiy yordam turlari, ayniqsa kam ta'minlangan pensionerlar uchun mo'ljallangan. Bunday hollarda nafaqa guvohnomasidan tashqari, oilaning umumiy daromadlari haqidagi ma'lumotlar, moliyaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Agar sizning daromadingiz belgilangan me'yordan yuqori bo'lsa, siz bu turdagi yordamga loyiq bo'lmasligingiz mumkin. Byurokratiya va hujjatbozlik. Afsuski, imtiyozlardan foydalanish jarayoni ba'zan murakkab va vaqt talab qilishi mumkin. Bir nechta idoralarga borish, turli xil hujjatlarni to'plash, arizalarni to'ldirish va navbat kutish talab etiladi. Bu keksa yoshdagi insonlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga yordamchi topishingiz yoki sabrli bo'lishingiz tavsiya etiladi. Xodimlar xabardorligining yetishmasligi. Ba'zi idoralarda yoki tashkilotlarda ishlaydigan xodimlar pensionerlar uchun mavjud bo'lgan barcha imtiyozlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Ular faqat o'zlarining bevosita vazifalari doirasidagi ma'lumotlarni bilishlari mumkin. Agar sizga biror joyda rad javobi berilsa, sababini so'rang va boshqa vakolatli organga murojaat qilishdan tortining. Yashirin degani ma'lumot mavjud emas, degani emas. Yuqorida aytib o'tirgandek, bu imtiyozlar haqida ma'lumotlar mavjud, lekin ular faol ravishda reklama qilinmaydi yoki osonlik bilan topilmaydi. Shuning uchun sizning o'zingiz bu ma'lumotlarni izlab topishingiz va murojaat qilishingiz kerak. Passiv kutish ko'pincha hech qanday natija bermaydi. Amaliy maslahatlar. Endi esa aziz tomoshabinlar, yuqorida aytib o'tirgan imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun aniq va amaliy qadamlarni sanab o'taman. Bu maslahatlar sizga yo'l yo'riq bo'ladi va ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos etadi. 1. Ma'lumotni kutmang, uni o'zingiz izlang. Eng muhim qoida shuki, hech kim sizga "Kel, senga imtiyoz bor" deb aytmaydi. Davlat idoralari va tashkilotlar faqatgina so'raganlarga yoki murojaat qilganlarga ma'lumot beradi. Shuning uchun faol bo'ling va o'zingizga qiziq bo'lgan har bir imtiyoz haqida ma'lumot izlang. 2. Avval mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Ko'plab ijtimoiy yordam dasturlari aynan mahalla darajasida amalga oshiriladi. O'z mahalla fuqarolar yig'iningizga boring, rais yoki mas'ul shaxslar bilan uchrashing. Ularga o'z muammolaringizni va ehtiyojlaringizni tushuntiring. Ular sizga mahalliy imtiyozlar haqida ma'lumot berishi, qaysi tashkilotga murojaat qilish kerakligini ko'rsatishi yoki hatto o'zlari yordam ko'rsatishi mumkin. 3. Ijtimoiy himoya bo'limlariga boring. Pensiya va ijtimoiy himoya bilan bog'liq eng keng qamrovli ma'lumotlarni yashash joyingizdagi ijtimoiy himoya bo'limlaridan olishingiz mumkin. Bu yerda sizga nafaqatlar, sanatoriy yo'llanmalari, nogironlik bilan bog'liq imtiyozlar va boshqa ijtimoiy yordamlar haqida to'liq ma'lumot beriladi. Ularning qabul vaqtlarini aniqlab, shaxsan tashrif buyuring. 4. Rasmiy veb-saytlarni tekshiring. Agar internetdan foydalana olsangiz yoki sizga yordam beradigan yaqiningiz bo'lsa, mahalliy hokimiyat organlarining, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarining, Adliya vazirligining, Sog'liqni saqlash vazirligining va banklarning rasmiy veb-saytlarini tekshiring. Ba'zan u yerda pensionerlar uchun maxsus bo'limlar yoki e'lonlar bo'lishi mumkin. 5. Nafaqa guvohnomangizni har doim o'zingiz bilan olib yuring.
Har qanday joyga borganda, ayniqsa yuqorida sanalgan tashkilotlarga murojaat qilganda yoki jamoat transportida harakatlanganda, nafaqa guvohnomangizni doim o'zingiz bilan olib yuring. Uning nusxalarini ham bir nechta qilib tayyorlab qo'ying, chunki ular tez-tez talab qilinishi mumkin. 6. Savollar berishdan qo'rqmang. Do'konda, dorixonada, bankda, muzeyda yoki boshqa istalgan joyda pensionerlar uchun imtiyozlar bormi deb so'rashdan tortinmang. Ko'pincha sizga imtiyoz borligi haqida aytmasliklari mumkin, lekin so'rasangiz, uni taqdim etishadi. So'ragan topadi degan naql bejiz aytilmagan. 7. Ma'lumotlarni tayd qiling. Kim bilan qachon gaplashdingiz? Qaysi hujjatlarni topshirdingiz? Qanday javob oldingiz? Bularning barchasini yozib boring. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni hal qilishda yoki shikoyat yozishda sizga yordam beradi. Arizalarning nusxalarini ham saqlab qo'ying. 8. Boshqalar bilan tajriba almashing. Mahallangizdagi, uyingizdagi yoki do'stlaringiz orasidagi boshqa pensionerlar bilan muloqot qiling. Ular qaysi imtiyozlardan foydalanganlari, qanday murojaat qilishganlari haqida sizga qimmatli maslahatlar berishi mumkin. Birgalikda murojaat qilish ham ba'zan samaraliroq bo'ladi. Nin. Sabrli va qat'iyatli bo'ling. Ba'zi imtiyozlarga erishish biroz vaqt va qat'iyat talab qilishi mumkin. Birinchi rad javobi sizni umidsizlikka tushirmasin. Muammo hal bo'lmaguncha boshqa yo'llarni izlang, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Sizning haqli imtiyozlaringizdan foydalanishga haqqingiz bor. Xulosa. Aziz do'stlar, bugun men sizga nafaqa guvohnomangizning 9 ta yashirin imkoniyati haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Sizning nafaqa guvohnomangiz shunchaki shaxsni tasdiqlovchi qog'oz emas, balki hayotingizni yengillashtiradigan va sizga qo'shimcha imkoniyatlar beradigan qimmatli hujjat ekanligiga amin bo'ldingiz, degan umiddaman. Bu imtiyozlar davlatimizning keksa avlodga bo'lgan e'tibori va g'amxo'rligining yorqin namunasi bo'lib, ulardan xabardor bo'lish va foydalanish har bir pensionerning haqli talabidir. Unutmang, ma'lumotga egalik bu kuchdir. Sizga berilgan bu ma'lumotlardan to'g'ri foydalanib, o'zingiz va yaqinlaringizning hayotini yanada farovon qilishingiz mumkin. Shuning uchun bu videodagi maslahatlarga amal qiling, faol bo'ling va o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozlardan foydalaning. Siz bu imkoniyatlardan qaysilari haqida bilardingiz? Yoki siz foydalanadigan va boshqalar bilmaydigan boshqa imtiyozlar bormi? Fikrlaringizni va tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doimo foydali va muhim ma'lumotlarni izlab topishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.